Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, yaxshimisizlar? Zavod ishlatadigan bolalar. Mana sizlarga Eron reskani nimasi? Karasini ko'rsatyapmiz. Akalar, bu kara bitta olib ketganda 360 olib ketadi ekan, standart. Qaltarashda 270 kampirligimizda bundan ikkita bo'ladi aka. Akalar, ikkita bo'ladi. Bunda ikkita bo'ladi. Stoli hammasi lentali bo'ladi. Mana tayyorlangan tayyorni ko'rsataman sizlarga. Tayyor. Hamma yo'g'i yurib ishlaydi. Ishlash jarayonida avtomatik hamma yo'g'ini nima qilingan. O'sha g'ishtda surib boraveradi, 360 ta g'ishtda surib olib kelaveradi. Kara betga keladi yoniga, o'sha karaga shuni ortib beraveradi. Ishlang oson bo'ladi. Odam soni ham qisqaradi ancha. Akalar, bunisi kraskaga tayyor elektrik montaj ishlarini qilamiz. Akkumulyatorlarni o'rnatib, tayyor avtomatlarini, rollarini qo'yib tayyorlasak bo'ldi. Bunimiz tayyor klientga ketyapti. Xudo xolasa, nasib qilsa ertaga chiqarib boramiz. Keyin buni yurishlarini ham ko'rsatamiz sizlarga. Nomerlarni o'sha pastda qoldirib qo'yaman. Telefon qilaverasizlar. Hamma nimalari konkret, baquvvat ishlangan. Garantiyasi bor. Bizniki hali yasamalardan emas. Hamma yo'g'i baquvvat. Svarkalari ham, hamma nimalari cho'tka qilingan. Boshqalarga bilan solishtirib ko'raverasizlar.